Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun sizlar bilan 21-darsimiz davomida patternlar qanday ishlaydi, o'zi patternlar nimaligi to'g'risida kelishib o'tamiz, gaplashib o'tamiz. Xo'p, o'tmishda o'zi texnik analiz bo'yicha o'tmishda bir necha bor takrorlangan shakllari va ular qayta-qayta takrorlangandan so'ng va bir xil formatda bir xil yurishlarni amalga oshirgan. Shu sababli ham ko'plab bir xil takrorlangan shakllarga hayotda uchraydigan shakllardan kelib chiqqan holatda nom berishgan. Misol uchun bitta patternlardan bittasi bu pattern o'zi shakl naqsh degan ma'noni bildiradi va bitta shaklimizdan bittasi bu chashka, ya'ni cup and handle deb ataladigan pattern hisoblanadi. Bu patternda mana ko'rgan bo'lsanglar katta dumaloq ko'rinishda va kichikroq kichkina yonda dumaloq ko'rinishdagi shakl yasagan va bu yerda ham realniy grafik ko'radigan bo'lsak, mana xuddi shunaqa, ya'ni kattaroq dumaloq shakl, oldida kichkinagina dumaloq shakli bor. Mana shunaqa shakl yasagandan so'ng har doim bozor tepaga yurishda davom ettirgan va bu grafikni ko'rib turgan bo'lsangiz ham bu yerda katta qozon va yonida kichkinagina chashkichasi bor. Ya'ni chashka yasayapti, cup and handle yasayapti va buni hisobiga bozor tepaga qarab yurishni boshladi. Keyingi eng ko'p uchraydigan shakllarimizdan bittasi bu double bottom shakli hisoblanadi. Double bottom shaklini ko'rib o'tadigan bo'lsak, mana demak, pastga bitta zona hosil qildi va tepaga qarab narx yurishni boshladi. Ko'p narx yurmasdan yana pastga qarab yurishni boshladi va o'tmishdagi narx bilan deyarli bir xil zonadan narx tepaga qarab yurishni boshladi va o'rtadagi mana bu yerdagi qisqacha qayda yangilab tepaga hayqilib yurishni boshladi. Mana shunaqa holatda bozor tepaga qarab yurishda davom etdi va buni realniy grafikda ko'ramiz hozir. Realniy grafikda hozir ko'rib o'tamiz. Undan oldin esa eng ko'p tarqalgan shaklarimizdan bittasi bozorda teskari bosh va yelkalar shakli hisoblanadi. Teskari bosh va yelkalarda nima bo'ladi desangiz, tepadagi bitta rezistans zona bo'ladi va o'sha rezistans zonada esa mana bu yelkasi, ikkita yelkasi bo'ladi va o'rtada nisbatan chuqurroq pastga tushgan bosh shakli bo'ladi. Bu teskari xuddi oyog'ini osmondan osib qo'ygan insonga o'xshaydi. Ya'ni mana bu ikkita yelkasi bu esa bosh sifatida ko'riladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu chap yelkasi, bu esa o'ng yelkasi, o'rtada esa uzungina bosh sifatida ko'rinib turibdi va bu shaklni tepadagi mana bu yerdagi qarama-qarshi zonasini tepaga yorib o'tgandan so'ng albatta retest beradi va retestdan so'ng juda kuchli yurishni amalga oshiradi. Endi mana shu narsani realniy grafikda ko'rib o'tamiz. Xo'p, bu yerda mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda teskari bosh va yelka shakli mavjud. Mana yelkasi, boshi va yana bitta yelkasi. Ko'rgan bo'lsanglar mana. Demak, mana bu chap yelkasi, bu esa o'ng yelkasi bo'ldi. Tepadan bitta kuchli qarama-qarshilik zonasi bo'lyapti mana shu yerda. Pastda esa ikkita yelkasi deyarli bir xil tekislikda yotgan va boshi esa ozgina pastroqqa tushib kelgan holatdagi teskari bosh va yelkalar shaklini ko'rishingiz mumkin. Undan keyingi targetlar, birinchi targetimiz qayergacha bo'ladi desiz, mana bu yerdan, ya'ni yelkasini razmerda olamiz va yorib o'tgan joydan qo'yadigan bo'lsak, mana bu birinchi narx targetimiz hisoblanadi. Ikkinchi narx targetimiz esa bu yerdan boshini razmerini olamiz va yorib o'tgan zonadan qo'yadigan bo'lsak, mana ikkinchi narx targetimizgacha ham narx yurib bergan. Albatta ko'rgan bo'lsanglar, ikkinchi targetgacha ham yurib bergan. Mana bu eng ko'p uchragan patternlarimizdan bittasi, ya'ni teskari bosh va yelka shakli hisoblanadi. Xo'p, yana pattern bormikan? Va mana bu yerda double bottom shakli bor ekan, e'tibor bergan bo'lsanglar. Mana pastda bitta ozgina tepaga yurdida, yana xuddi deyarli o'sha joydan qaytdi va tepaga qarab yurishni boshladi. Mana bu bitta shaklimiz hisoblanadi. Mana ko'rdinglar, mana shu joydan tepaga yorib o'tdi va zudlik bilan tepaga yurishni boshladi. Bunda target qayergacha bo'ladi desiz, mana bu tepadagi rezistans zona bilan pastdagi low zona olinadi va yorib o'tgan zona ustiga qo'yiladigan bo'lsa, mana bu bizning birinchi narx targetimiz hisoblanadi. Ko'rib turganlaringizdek, albatta narx targetimizgacha yurib bergan. Patternlar ko'pchilik ishlamaydi degan gaplarni ham eshitganman, lekin patternlar juda ajoyib ishlab beradi. Faqatgina siz patternni qoidasiga amal qilgan holatda to'g'ri topib savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda ham bitta patternimiz uchragan. Mana bu yerda ko'rib turganimizdek pastga tushib boruvchi, lekin bayga signal beruvchi kanal patterni shakllangan. Mana bu patternni ko'radigan bo'lsak, mana tepaga yorib o'tgandan so'ng savdo qiladigan bo'lsangiz, patternda n razmerdagi tepaga yurishni ko'rsatib beradi. Mana yorib o'tgan joyda savdo qiladigan bo'lsangiz, mana birinchi targetga o'tsa bir kunda chiqib bergan. Ko'rib turganlaringizdek, bu patternlar ajoyib ishlab beradi. Faqatgina to'g'ri qoidalarga amal qilib topadigan bo'lsangiz, juda ajoyib natijalar kuzatishingiz mumkin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Bundan kuchliroq patternlarni va ishlab berish ehtimoli yuqori bo'lgan shakllarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, to'liqroq darslarimizni ko'rib chiqishingiz mumkin. Salomat bo'lasizlar.